Bizda 400 mingta obunachisi bor kanalimiz sotuvga kelgan. Xo'p, oylik prosmotr 2 million prosmotr tashkil etyapti. Xo'p, videolarni ko'rsatib o'taman. Eng ko'p ko'rilgan videosi 800 ming, 600 ming, 500 ming jonli taksi yo'nalishi bo'yicha yaxshi faoliyat olib borgan ekan. Xo'p, shorts yo'nalishi bo'yicha aytaman. Shorts bo'yicha 9 million, 8 million, 6 million shunaqa holatda prosmotrlar bo'lgan ekan. Oylik prosmotr ham yomon emas. 2 million prosmotr bo'lyapti. Oxirgi 48 soatda 60 ming prosmotr, o'rtacha kuniga 30 ming prosmotrdan to'g'ri kelyapti. Ko'rib turibsizlar. Video qo'ysa kanal yuradi, video qo'ymasa statistika tashib yuboradi. Shorts kanalda shunaqa bo'ladi odatda. Shunaqa. Xo'p, hozirgacha ko'rilgan prosmotrimiz past 200 pul ishlagan ekan, 100 millionga yaqin prosmotr bo'lgan, chunki kam ishlagan sabab monetizatsiyasi ko'pincha o'chiq bo'lgan. Demak, videolar o'zlaridan bo'lmagan, shuning hisobiga monetizatsiya o'chib qolgan. Xo'p, ushbu kanalimiz sotiladi do'stlar. Konkret oladigan odam bo'lsa, kanal narxi $630. Konkret oladigan odam bo'lsa 99 lik 791 32 32. SMS yoki Telegram yozinglar do'stlar. Telefon qilmaymiz. SMS yoki Telegram. Xo'p, keyingi masala. Katta kanallar do'stlar, staji borlarga sotiladi, bilasizlar. Staji bor insonlar olsin. Xo'p, kanalchida AdSense yo'q ekan, o'zingizlar AdSense muammosini hal qilib olishinglar kerak. Shunaqa. Knopka masalasini bilmayman. Knopka olingan bo'lishi ehtimol katta. Chunki odam soni 100 mingdan oshib ketgan anchagina. Xo'p, kanal narxi $630. Konkret oladigan odam bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasiz. Salomat bo'ling.